Xo'p, bizning masalamizda aytyaptiki, Ulotreksda, ya'ni zoosporlar hamda izogametralarning umumiy soni 1200 tani tashkil etadi va undagi o'quvchilarning umumiy soni esa 3600 ta deyapti. Demak, xo'p, zoosporamiz bor ekan, ya'ni 4 ta hujjani bor bo'lgan zoospora hamda 2 ta hujjanga ega bo'lgan izogametra. Xo'p, zoosporalar sonini x bilan, izogametralar sonini esa y bilan belgilayapman. Ikkalasining yig'indisi 1200 ta. Ulardagi hujjatlar soni demak 4x plus 2y. Nima uchun? Sababi 4x bu, ya'ni 4 ta hujjani bor zoosporada, bittasida 4 ta bo'lsa, ikkisida 4x, izogametrada 2 ta bo'lgani uchun 2y bo'lyapti va hujjatlar soni yig'indisi 3600 tani tashkil etyapti. Xo'p, tenglamani ishlaydigan bo'lsam, yuqoridagi harfni 2 ga ko'paytirsam, har bir 2 ga ko'payadi. Xo'p, demak, x ni 2 ga ko'paytirsam 2x, y ni 2 ga ko'paytirsam 2y teng 1202 ga ko'paytirsam 2400. Xo'p, ikkalasini sistema qilib oladigan bo'lsam, 2y bilan 2y qisqarib ketsa, 4x dan 2x ayrsam, demak 2x qoladi. 3600 dan 2400 ayrsam 1200. X teng demak 600 chiqyapti. Xo'p, y-imiz qancha qoladi? Demak, y-imiz ham demak 600 ta bo'lgan. Har ikkalasining soni bir-biri bilan teng holatda ekan, har ikkalasi ham 600 tadan ekan. Endi bizda aytayaptiki, Ulotreks jinsi ko'payganda izogametralarning 80% urug'lanishda ishtirok etsa deyapti. Demak, mana shu 600 taning 80% ishtirok etyapti ekan, xolos. Ya'ni mana bu izogametramiz ham 600 ta chiqdi, zoosporamiz ham 600 ta chiqdi. Bizda izogametra haqida gap ketyapti. Izogametraning 600 tasidan demak, bu 100% bo'lsa, 80% qancha deb topib olamiz. 480 ta. Va bizda mana shu urug'lanishda ishtirok etgan deyilyapti. Xo'p, bizda ikkita izogametradan hosil bo'lardi bitta zigota. Ikkitasidan bitta zigota hosil bo'ladigan bo'lsa, 480 tasidan qancha hosil bo'ladi? 240 ta. Xo'p, va mana shu hosil bo'lgan zigotani ham 80% dan deyapti. Nechta yangi Ulotreks hosil bo'ladi deb. Bizda jinsiz ko'payishni hisobga oling demayapti. Faqatgina demak, zigotalardan topishimiz kerak. 240 tamiz 100%, 80% ni topishimiz kerak. Ya'ni 240 tani 80% qancha bo'ladi? Ya'ni shu 80% dan hosil bo'lgan xolos. Demak, 80% ni topadigan bo'lsak, 192 ta. Demak, 192 ta zigotadan hosil bo'lyapti Ulotreks ipi. Bizda bitta zigota bo'linishidan hosil bo'lardi 4 ta Ulotreks. Demak, bitta zigotadan 4 ta hosil bo'ladigan bo'lsa, 192 tasidan qancha hosil bo'ladi deb topishimiz kerak. Demak, mana shu 192 ni ko'paytiramiz 4 ga. Demak, 768 ta Ulotreks ipi hosil bo'lgan. Demak, javob javobga to'g'ri kelyapti. Nimaga zoosporlarning ko'payishini inobatga olmadik? Sababi bizda zoosporlar ko'payishi inobatga oling demadi. Faqat Ulotreksning jinsi ko'payganda izogametralarning 80% urug'lanishda ishtirok etdi. Hosil bo'lgan zigotalarning 80% dan nechta yangi Ulotreks ipi hosil bo'ladi dedi. Bizda umumiy qancha Ulotreks ipi hosil bo'ladi deganda, mana bu zoosporlarning ham ko'payishini hisobga olardik. Shuning uchun bu joyda hozir biz buni ko'payishini hisobga olmaymiz.